Hammaga salom o'rtoqlar, sizlar bilan Ida Taro. Shaxsiy ko'rinish uchun WhatsAppdan yozsanglar bo'ladi. Energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan. Bugun kartamga savolim. Kelinglar bu safar sizni ichingizdagi, ya'ni qisqa qilib aytganda sizni ko'ramiz. Kartalar nima tushadi, o'shani o'qib beraman. Хорошо, o'rtoqlar, ketdik. Bir особо hech qanaqa savolim bo'lmaydi kartaga. Bu yerda ozgina sizda bilasizmi, olovdek chaqnab turgan ayol, qanday bir misol keltirsam ekan, olovdek chaqnab turgan bir ayol suvga tushgan mushukdek bo'ladi-yu, shunaqa pozitsiya birinchi bo'lib kartalar shuni anglatdi sizga. Bu narsani sababi o'z sevgan insoningiz tomonidan bo'lyapti. Yokida qandaydir siz chaqnab turgan bir ayol paytida bo'lsangiz, qandaydir ishonchingizni paymon qilgan, yokida qandaydir va'dalarni berib yarim yo'ldan tashlab ketgan, yokida bir sizni his tuyg'ularingiz bilan o'ynashganmida. Bu yerdachi alamli bir ayol, qiz obrazida ko'proq chiqyapsiz. Paytida bu inson deb siz ko'p nima desam, yaxshi insonlardan voz kechgan ekansiz. Ya'ni o'sha hayotingizga takliflar bo'lgan bo'lsa, yoki bir qandaydir vaziyatlar, erkaklar yoki bolalar, variantlar ko'p bo'lgan ekan, qisqa qilib aytganda sizda. Lekin o'shalarni ham tanlamasdan o'sha insonni tanlagan ekansiz. Ya'ni bu yerda vafodor bir ayol pozitsiyasida chiqyapsiz. Va shuni aytib o'tish kerak, o'sha inson shularni hammasini bilgan holatda sizni o'tga tashlab ketgani ko'proq chiqyapti. Tushuntira oldimmi? Mana bitta gapim bor-ku, yaralangan qush. Shunaqa obrazda ko'proq chiqyapsiz. Lekin o'zingiz yolg'iz qolganingizda, o'zingiz balki ko'z yosh bo'lyapti yoki o'zingiz bilan o'zingiz ko'p suhbat bo'lyapti. Hattoki nimagadir atrofingizda qizlar, ayollar unaqa chiqmayapti. Balki bilmadim, men tashlab ko'ring-chi karta. Вот. O'zingizni ishga bag'ishlayapsiz. Ertalabdan misol uchun kechgacha tinim bilmay ishlayapsizmi? Ataylabdan qilyapsiz. Nimaga? Mana shu narsalarni o'ylamaslik uchun o'zingizni ishga bag'ishlaningiz, alamingizni hammasini ishdan olayotganingiz chiqyapti. U bilan shunchaki chiroyli oila bo'lishni, chiroyli bir nima desam ekan, xotin bo'lishni orzu qilgan ekansiz. Lekin u inson ko'proq kayfga berilgan bir erkak bo'lib chiqyapti.